Peygamber aleyhisselamның Мәдинеге hicret kılgandan keyinki 10 yıllık hayatını misal kılıdığan bolsakmı, Peygamber aleyhisselamның Мәдинедeki hayatı Müslümanlarının tuncu devleti bolgan Medine Münevverre şehrini, Mekke ve onun etrafındaki Arap kabilelerinin ucumidin qoğdaş bilen muhacirlarının asli vatini bolgan Mekke Mükerremme şehrini müşriklarının çangılıdın azat kılış arzusu ve tayarlığı bilen ötkenlikini bilimiz. Allah peygamberinin düşünü hakik türde raska aylandırdı. Ey peygamber, Allah halısa sizler hatırcam bolgan, bazılarınlar başlarınlarını düşürgen ve bazılarınlar kırkıgan halda korkmay çokum mescidi haremge kirisizler. Digen ayet mu Peygamber aleyhisselamның öz vatini Mekke'ni qanchalik bek sığınganlıqının ve onunğa kirişke qanchalik taqazza bolup ketkenlikinin ameli ifadesidir. Peygamber aleyhisselam 23 yıllık peygamberlik hayatının 13 yılını Mekke'de, kalgan 10 yılını Medine'de ötküzdü. Peygamber aleyhisselam Mekke'deki 13 yıllık peygamberlik hayatıda avalkı 3 yılını kişilerini İslam'a mahbi davet kılış, keyinki 10 yılını İslam'a aşkarı davet kılış bilen ötküzgen bolsumu. Bu jarayonda şeriatning ahkomlari ve kanun tüzümleri belgilenmeyen. Fakat Medine'ge hicret kılıp berip, u joyda devlet kurgandan keyinla şeriat ahkomlari ve kanun tüzümleri icra kılınışga başlagan. Buningdan şu xulasını chiqarishga bo'ladi-ki, dinning emir fermanlarini icra qilish ve ibadetlerini erkin halda o'rindash uchun albatta vatan kerak. Mustaqil devlet kerak. Biz İslamның ruhiga amal qilmadik. Bu mesele shundoq ro'shan ve aniq tursumu, necha yüz yildan beri İslam dinining vatanparvarligi, vatanni qo'g'dashning ne kadar muhim farz ekanligi musulmonlarga o'rgatilmay keldi. Madrasalardagi darsliklardan o'rin ololmay keldi. Müslümanlar İslam dininin şeriat ahkamlarını to'liq o'rindash ve Müslümanlarning azizligini, hurlikini saqlash uchun mustaqil vatanning ne kadar zarur ekanligini bilmay keldi. Şu sebepten bo'lsa kerak, keyin bir qancha yüz yil ichida Müslümanlarning diyorlari müşriklar tarafidan besivilindi. Bayliqlari talan-taroj qilindi. Özleri harlandı. Hazırmı nurgulları mustamlik hayatıda. Yani köpleri bekindilik hayatıda yaşaşkı mecbur bulup kaldı. Çünkü Müslümanlar vatanni qo'g'dashning dinni qo'g'dashga o'xshashla zarur mecburiyet ekanligini, mustaqil vatan bo'lmasa dinning farmonlarini bejo keltirgili bo'lmaydiganligini tushunmadi va tushundirmadi. Buningda eng orqada qolgan ve en çok ziyan tartkan halk Şarkı Türkistan halkı oldu. Çünkü Şarkı Türkistan'a İslam dinimiz kirgenge 1000 yıldan aşkan bolsumu, dinimizin vatanperverlik ruhi, vatanni qo'g'dashning farzligi, mustaqil vatanning ne kadar zarurligi haqidagi prinsiplar ve ta'limotlar xalqimizga yetib kelmagan. Ularga o'rgatilmagan. Mektep medreslerimizde mi bu mavzuda derslik bolmagan. Ölümalarımızın vaz tebliğlerinde mi mundaq bir mavzuga o'rin berilmagan. Neticede halkımız dinimizin emel ibadet kısmını öğrengen. Ama dinimizni ve özümüzni qo'g'dab kelishimizning en asaslık tutkusu bolgan vatanperverlikten bütünley habersiz kalgan. Şuna bizde ecdatlarımızdan tartıp vatanni söyüş, onu qo'g'dash eni yetilmegan. Buningdan 100 yıl ilgiri, yani 1915 yılı Türkiye'nin Çanakkale şehrinde 300 mingdan ko'proq Türk askeri aziz jenini vatan uchun taqdim qilish bedeliga Türkiye'nin tajovuzchi qo'shinlarining hujumidan qo'g'dab qolgan chaqda
Bizning xalqimiz vatan degan nima, mustaqillik degan nima, hammadan xabarsiz holda boylarimiz ayshi ishratda, yo'qsullarimiz qo'saq to'yg'izishning dardida avor edi. Abduqodir Domollamga o'xshagan qalbi o'yg'oq, vijdonli yo'lboshchilarimiz jamiyatda yaklanayotgan, jonbaqar mollalarning bozori eqiyotgan shu chog'larda xalqimizda vatan degan ong bo'lmadi. Ta hozirgacha xalqimizda vatanparvarlik ruhi umumlish bo'lolmadi. O'tgan asrning 80-yillaridan boshlab Xitoyning sirtqi echib etish siyosati yo'lga qo'yilgandan keyin biz Sharqiy Turkistonliklarga o'zimizni o'ngshib olishimizga qisman fursat tepilgan edi. Bir tarafdan iz uyg'ongan zimin, Uyg'urlar, Onyurt qatorliq romanlar nashr qilinib, xalqimizda oz to'la vatanparvarlik ruhi uyg'onishga boshlagan. Yana bir tarafdan Misr, Saudiya Arabiston, Pokiston qatorliq davlatlardan islomiy asarlarning kirishi, Uyg'urchaga tarjima qilingan fikriy kitoblarning tarqalishi, yoshurun madrasalarda diniy o'qitishning umumlashishi natijasida xalqimizning diniy saviyasi bir qadar ko'tarilgan bo'lsa-mu, yosh o'smirlarimiz yanada islomning vatanparvarlik ruhiga aloqador hech qanday bilimga erisholmadi. Chunki chet ellardan kirgizilgan diniy asarlar umuman shu davlatlarning ijtimoiy, siyosiy, diniy va madaniy ahvoliga qarab yozilgan asarlar bo'lganlikdan bu asarlardan xalqimiz oz to'la naf olgan bo'lsa-mu, ular kutilgan nafga erisholmadi. Xususan madrasalardagi taliblarimizda dinimizdagi vatanparvarlikka aloqador bilimlar yetilmadi. Ular umuman islom davlatlaridagi har xil jamoatlarning fikr qarashlari aks ettirilgan fikriy asarlarni ko'proq o'qiganlikdan ularda chet ellardagi shu jamoatlarga intiladigan, islom davlatlariga chiqib ketishga talpinadigan, vatan bilan kori bo'lmaydigan ahvol shakllandi. Bu salbiy ahvol Xitoyning yoshlarimizda bosh ko'targan atalmish hijrat safarbarligini bahona qilib, ularni ma'lum davlatlarga chiqartib, ulardan qutulish va ularni borgan joylarda Uyg'ur terroristlari deb e'lon qilib, bir chalmida chiqpoqdek so'qish planiga yo'l ochdi. Chunki shu dindor yoshlarimizda vatanparvarlik ruhi va tushunchasi ojiz edi. Halbuki dinimizda amal ibodatlarning qabul bo'lishi uchun niyatning xolis bo'lishila kifoya qilmaydi. Balki yo'nalishning Qur'on va sunnatning ko'rsatmasiga muvofiq bo'lishi shart. Shunga Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari shundaqla islomning oltin chog'larida yashab 3 qit'ada hokimiyat yurgizgan musulmonlar jang maydonlariga o'lish uchun emas, g'alaba qilish uchun chiqadi. Dushman o'zlaridan kuchli vaqtlarda jangga chiqib o'zlarini nobud qilib o'tmasdan payt kutadi. Shart sharoit hozirlaydi. Bu xuddi Payg'ambar alayhissalom Makkadagi 13 yillik da'vati jarayonida mushriklarning inson qalbidan chiqqan vahshiyligiga, zulm sitamlariga sabr qilib, fursat kutganiga Madinadan umr qilish uchun otlanib chiqqanda mushriklar oldini to'sib olib, Makkaga kirgizmisimu, qabul qilish qiyin bo'lgan nahaq shartlarni qo'yib tursimu, ularning shartlarini qabul qilib Madinaga qaytib ketganiga o'xshaydi. Jangni kutib, planni puxta qilib turganlarga oltindek fursatlarning keladiganligida shak yo'q. Payg'ambar alayhissalom Madinaga berib mustaqil davlat qurgan chog'dimi, Alloh taolaning musulmonlarga jang qilishni farz qilmaganligi va ularni davomli sabr qilib kuchlanishi kerakligini bildirganligi, keyincha musulmonlarning soni ko'payib, o'zlari kuchlanib, sharoit hozir bo'lganda ularga jangning farz qilinganligi qatorliq bir qator tarixiy voqealiklar musulmonlarning tayyorliksiz o'zlarini urushga etib nobud bo'lib tugab ketishining oldini olish uchun